Yozib beriladi, arzon qilib, ham o'tkazmoqda. Ham tushunasizlar, ha? 51 24 deb bo'pti. Bu yog'i qaysi chegaradan o'tib ketasiz, ha? Gulbahardanmi? Shotkimi? İşlerimizden. Kurtish ketdi, shundan avval qilamiz. Aziyatni yana o'tyapti. Sirish bunday mumkin emas. Mana sizlar brigadada 70-80 kishi ishlaymiz deysizlar, ha? Meni kassamga ishonsa bo'lamayman. Ochiqcha aytdim. 2 yildan beri siz bilan ketyapmiz. 2 yildan beri. Biletni kech oldingiz, ha? Ha, kelishim ketishim siz bilan. Tamam. Qo'llab-quvvatlagandan uchun rahmat. Mana odamlarning ishonchidan qolmaylik deb, mana har doim shunda xizmatda. Reyestrga tushib qoldingizmi? Yanada. O'tgan 13-avgustda ketdim. Mana reyestrga tushib qolgan degan. Lekin mana o'tyapti. Hammasi chotki. O'tgan 13-avgust hali. Bu 14-avgust. Tushib qolasiz, ha? Kartaga ko'p nima sabab deb o'ylaysiz reyestrga tushib qolganingiz o'zingizga? Men o'ylayman. Kartadan bilmadim. Kartaga ko'p pul оборот qildingizmi? Ha, million to'da million so'da. Ko'plardalar tani. Mana fasllarimiz o'tyapti. Hojining hammasini sanab qo'ymasin-da. Hajbo hurmatda sizga. Akalar, ellar munosabatga siz murojaat qilib berasizlar. Arzon qulay betlari yozib berib va o'tkazib xizmatga ichida.